sizlar bilan Prezidentimizni 62-sonli qarori bilan tanishtirib o'taman. Bu 62-sonli qaror quyidagilardan iborat. Erka tarafdagi tadbirkorlar va MTZ xususiy korxonalar korxonalari Prezidentimiz 62-sonli qarori bilan kredit mablag'i ajratiladi. Bunda YTTlargacha 1,5 milliard so'mgacha ajratiladi. 2-3 ish o'rni yaratish bilan MTZ xususiy korxonalarga 5 milliard so'mgacha ajratiladi. Asosiy sotib olgani 7 yilgacha beriladi. Imtiyozli davri 2 yil. YTTlarga aylama mablag'lar to'ldirish uchun 36 oygacha beriladi. Imtiyozli davri 6 oy. Bunda Markaziy bankda foiz stavkasi hisobga olinib, unga 4% ustama qo'shilgan. Bunda jami 18% hisoblanadi. Bularda kredit ta'minoti maqsadida noturar bino va avtotransport vositalarini qabul qilish olinadi. Agar savollaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Hozir yoki tadbirkorlik bor. Asosiy vosita sotmoqchiman. Asosiy vosita sotmoqchi o'sha aytganimizdek 7 yilgacha beriladi. Summasidan qat'iy nazar faqat 3 ta ish o'rni yaratish bilan bu ish o'rni yaratish maqsadi yoshlarni ish bilan ta'minlashdan iborat bo'ladi. Nima asosiy vosita sotmoqchisiz? Korxonaga mahsulotlar ishlab chiqarishni. Summasi qancha? 100 million so'm. Summasi garovlaringiz bo'lsa noturarmi yoki avtotransport? Avtotransport bo'lsa yetmasa noturar. Biz kelsangiz, hujjatlaringizni hamma hujjatlaringizni olib kelsangiz, bir hujjatlaringizni tekshirib chiqib, o'sha aborot bo'lyaptimi yoki bo'lmayapti, o'sha qarab turib, sizga xulosa berib, kredit chiqarishingiz mumkin ekan.